Yurtimizda ta'lim tizimidagi islohotlar doirasida o'quvchilarni ta'lim-tarbiya olishlari bilan birga kasb-hunar egallashlariga ham alohida e'tibor qaratilgan. Shunga ko'ra, kasb-hunar maktablari, texnikumlarda yoshlarning o'zlari qiziqqan sohalarda kasb-hunar egallashlari uchun barcha sharoitlar yaratildi. Kattaqo'rg'on shahridagi Pedagogika kolleji Prezidentimizning kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan viloyat bo'yicha Samarqand pedagogika texnikumiga aylantirildi. Bugungi kunda texnikumda o'qish jarayonlari, darslar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion usullardan hamda o'quv qurollaridan foydalangan holda malakali mutaxassislar tomonidan tashkil etilgan. Joriy yilda texnikumning ilk 41 nafar bitiruvchilari o'qishni tamomlashdi. Ularga diplom topshirish tadbirida texnikumning faxriy ustozlari, jamoatchilik vakillari, ota-onalar ishtirok etdi. Diplom olish asnosida o'quvchilar kelgusida maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi sifatida vatanga va o'z kasbiga sodiq bo'lishga, tarbiyalanuvchilarga munosib ta'lim-tarbiya berishlarini bildirib, qasamyod qabul qilishdi. Shuni alohida aytish joizki, texnikumda yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ishlari hozirdanoq boshlab yuborilgan. 9-sinf bitiruvchilari uchun bizlarda mana shu darslardan tashqari kasbni o'rganish bilan birgalikda qo'shimcha mana shu imkoniyatlar ham mavjud. Chet tilini o'rganish, fanlar yo'nalishi bo'yicha to'garaklar tashkil etilib, o'quvchilarimizni kelajakda oliy o'quv yurtiga o'qishga tayyorlab boramiz. 11-sinf negizida bizlarda tashkil etilayotgan o'quv yo'nalishlarimiz, demak, maktabgacha ta'lim yo'nalishi, jismoniy tarbiya, musiqa va kutubxonachilik yo'nalishlarimiz kunduzgi va dual ta'lim shakli asosida tashkil etiladi. Kunduzgi ta'lim bo'yicha o'qib chiqqan o'quvchilar namunaviy diplom olgandan keyin yo'llanma asosida oliy o'quv yurtlarini ikkinchi bosqich talabasi bo'lishi mumkin. Texnikumda 11-sinf bitiruvchilar uchun avval test, keyin tanlov tamoyillari asosida maktabgacha ta'lim, musiqa, jismoniy tarbiya va kutubxonachilik yo'nalishlari mavjud. O'qishni namunaviy tarzda bitirgan o'quvchilar suhbat asosida oliy o'quv yurtlarining ikkinchi bosqichiga qabul qilinadi. Texnikum pedagogika instituti hamda Rossiyaning Ryazan va Hindiston davlatining Mumbay universitetlari bilan hamkorlik o'rnatgan.